Assalomu alaykum hammaga. Ibrohim akam bugun tugatibdi 12-kun litseniyasini. Bitta kursimiz tugadi. Kelganlarda og'ir holatda kelgan edilar. 12 kun davomida 3 marta plazma terapiya, lazer terapiya, magnit terapiya, orada yo'q manual terapiya qilib davoladik. Endi o'zlaridan bitta so'raymiz kelganlardagi holatlari bilan hozirgi holat. Ularga operatsiya deyilgan edi. Operatsiya ham 50 million operatsiya kelgan. 49 million qilib beramiz deyishgan edi. Hozir endi o'zingiz bir boshida qisqacha tushuntirib bersangiz bo'ladi aka. Hozircha og'riqlar ancha yengillashdi. Og'riqlar ancha yo'g'ildi hisobda. 80-90% ketdi, rost, to'g'rimi? Ketdi. Ancha ketdi, Xudoga shukr. Endi oldingi davolangan joylaridan ancha yaxshi natija ko'rildi. Alhamdulillah. Hech qanday menimcha ukol dorisiz bu og'riq qo'ygani katta natija deb o'ylayman. Albatta. Bu yana 2 hafta, 3 hafta ichida og'rig'ingiz yana pasayadi. Ya'ni biz qilgan muolajamiz, kurs litseniyamiz tugagandan keyin ham davom etadi. Xudo xolasa 2 hafta, 3 hafta bitta ko'rib kelib ketasiz. Holatingiz yuzasidan bizga bitta tekshiramiz yana holatingizni. Qiyonishlarimizdan mamnunmisiz? Xursand bo'lsangiz, biz ham xursandmiz siz uchun. Joningiz sog' bo'lsin. Keyin hech qanaqa operatsiya qilmasdan qo'l dorilarsiz, tabiiy yo'l bilan muolaja qildik. O'zi har doim patsientlarni olib chiqib bunaqa gapirtira olmayman. Akamlarga iltimos qilib gapirib bering deb bularning fikrlarini, o'zlarining o'tsiflarini bildirishlari uchun iltimos qildik. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Sog' va salomat bo'linglar. Sizga ham rahmat aka. Xursandmiz, bizlarning foydamiz tegganidan. Alloh rozi bo'lsin, sizlarga qo'llarga qo'ymasin. Salomat bo'ling. 2 oydan keyin ikkinchi kurs ichiga kelasiz. Yana 2 oydan keyin paxtoni marta tekshiramiz, xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin.